10-chi bob. Qarindoshlar, men jon jigirim Isroillarning qutqizilishini bakmo orzu qilaman. Hamda buni Xudodan doim tilayman. Shuningga guvohlik bermanki, ularda Xudoga nisbatan haqiqatan qizg'inlik bor. Biroq ularning bu qizg'inligi haqiqiy bilimga asoslanmagan. Chunki ular Xudodan kelgan haqqoniy odam deb jakarlanish yo'lini bilmay, Tavrat qonuniga amal qilishi bilan o'zlarining haqqoniy odam deb jakarlanishiga tirishidi. Buning bilan ular Xudodan kelgan ushbu yo'lni qabul qilmaydi. Vaholanki İsa Masih Tavrat qonunining maqsadini amalga oshirdi. Natijada uningga e'tiqod qilgan hamma odam Xudo oldida haqqoniy odam deb jakarlanadi. Tavrat qonuniga amal qilish orqali haqqoniy odam deb jakarlanishga nisbatan Musa payg'ambar mundaq yozgan. Qonuniga bo'ysunganlar uning amrlariga to'liq amal qilish bilan hayotlik topalaydi. Lekin e'tiqod orqali haqqoniy odam deb jakarlanishga nisbatan muqaddas yozmalarda mundaq deyilgan. O'zinglardan osmonga kim chiqidi? Ya'ni İsa Masihni ilib tushish uchun yoki bo'lmasa go'rga kim tushidi? Ya'ni İsa Masihni o'liklar orasidan ilib chiqish uchun deb so'rab yurmanglar. Ularning demoqchi bo'lgani dal Xudoning so'zi sana yaqindir. U tilingda va dilingdadir. Mana bu hem biz yetkizayotgan e'tiqod to'g'risidagi so'zlardir. Demak, İsa Masihning Rabb ekanligini o'z og'zing bilan e'tirof qilsang va Xudoning uni tirildiganligiga chin qalbingdan ishansang, qutqizilasan. Chunki inson chin qalbidan e'tiqod qilish orqali haqqoniy odam deb jakarlanadi. O'z og'zi bilan e'tirof qilish orqali qutqiziladi. Muqaddas yozmalarda uningga e'tiqod qilganligi kishi noumidda qolmaydi deyilgan. Bu jihatda Yahudilar bilan Yahudi emaslarning farqi yo'q. İsa Masih her ikkisining Rabbidir. U o'ziga iltijo qilganlarning hammasiga mehr shafqat yog'dirdi. Dal muqaddas yozmalarda yozilganidek, Rabbimizga iltijo qilganlarning hammasi qutqiziladi. Lekin uningga ishonmaganlar uningga qandoqmi iltijo qilsin? U to'g'riliq anglamaganlar uningga qandoqmi ishonsin? U to'g'risida xabar yetkazuvchilar bo'lmasa, kishilar qandoqmi anglay xush xabar yetkazuvchilar avatilmasa, xush xabar qandoq yetkazilsin? Muqaddas yozmalarda yozilganidek, xush xabarning yetkazganlarning qadimi ne qadar muborak ha. Biroq xuddi Yashaya payg'ambarning ey Parvardigor, biz yetkazgan so'zlarga kimmo ishandi deganidek, hamma odam xush xabarni qabul qilgan emas. E'tiqod xush xabarni anglashdan keladi. Xush xabar bo'lsa, İsa Masih to'g'risidir. Lekin sizlardan shuni so'raymanki, Isroillar bu xush xabarni anglagandimi? Albatta angladi. Bu xuddi muqaddas yozmalarda yozilganidek, ularning sadosi butun dunyoga, so'zlari zeminning bulung pushqoqlariga yetdi. Sizlardan yana shuni so'raymanki, Isroillar xush xabarni tushunmagandimi? Boshqa xalqlar tushungan yerda ular cho'qim tushundi. Chunki Xudo Musa payg'ambar orqali burun mundaq aytgan. O'z xalqim bo'lmagan bir xalq orqali sizlar Isroillarda hasad qo'zg'ayman. Sizlar aqlsiz deb qaraydigan xalq orqali g'azabinglarni qo'zg'ayman. Keyin Yashaya payg'ambar
texmi yuraklik holda Xudoning so'zini yetkizib, mundaq dedi. Meni izlamaganlar meni topdi. Meni so'rmaganlarga o'zimni ko'rsatdim. Lekin İsrail haqida Xudo Yashaya payg'ambar orqali mundaq dedi. Men bo'ysunmas va johir bir xalqqa kun bo'yi qo'llarimni uzatib turdim.